Davay, shu yerga. Qaysi uy edi? 9-uy bo'lishi kerak. Katta 9-uy. Qanaqadirchi? Mana. Yaxshi. Shu yerda eshikni yonida qoldiramiz, xo'pmi? Ha, davay qoldir. Hozir mana shu yerga qo'yaman. Uyning ichida hech kim yo'q-ku. Kelsa o'zi bilib tushunib oladi. Ha, ketik. Hech kim ko'rmasin bizni. Do'stlar, video boshlanishidan avval sizlardan kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman. Ketdik. Xo'sh. Nihoyat qaytdim. Salom hammaga. Mening ismim Sheyn va mana biz yana 13-qishloqdamiz. Oppa, raqam Jennerson hali ham to'g'rilashmabdi-ku. Meni uyim aslida 6-raqam ostida. Lekin u yerda 9 turibdi. Nimaga desangiz, gap shundaki, bizni uydagi raqamlarni hammasini yanglashdi. Mana bu masalan 1 orqasida 2, bu 3, bu 4, 5 va meniki 6 bo'lish kerak. Lekin noto'g'ri qotirishgani uchun oldi tushib qoldi va mana 9 ga aylanib qolibdi. Lekin men o'zim qanday to'g'rilashni bilmayman. Mayli, merga keyinchalik murojaat qilamiz. Bu juda ham g'alati, chunki menga 1-2 marta adashib, pochta olib kelishdi. Meniki bo'lmagan narsalarni. Shuning uchun ham menga bu umuman yoqmayapti. Bir necha kunga ketgandim qishloqdan, o'ylagandimki, ha kelguncha to'g'rilashar deb, lekin hali ham to'g'rilashmabdi. Men allaqachon shahardagi hamma ishlarni bitirib keldim. Bu yerda esa mana shu kichkinagina raqamni to'g'rilashni hali ham bitirishmagan ishini. Okey, nima ham qilardik? Ilojimiz yo'q, shunchaki kutish qoldi xolos. Keyin merga borib ariza qilamiz. Umid qilamanki to'g'rilab berdi. Mana buni tashlab yuborish kerak. Undan tashqari lekin mana bu hech kim yashamaydigan uyga 5 qilib chiroyli qilib yozib qo'yishgan. Menda esa mana bu ahmoqona 9 turibdi. Janob mer, hozir chiqyapman. Nima deysan? Salom, assalomu alaykum. Men kartoshkalarni olib keldim. Yaxshi, davay. Oyliging kakras bermoqchi edim. Hozir olishing mumkin. Katta rahmat. Yaxshi, qani ketdik endi buni. Bu yerga ham qut qo'ydi. Kichkina mashinalar qanday o'tadi bu yerdan? O'zi yo'l kichkina bo'lsa, jinnorsan, nima qilaman? Xo'sh, do'stlar, men merdan so'ramoqchi edim, lekin duxim yetmadi. Juda ham shoshib turgan ko'rinadi. Ha, Sheynmisan? Shu senikimi? Yo'q. Olib tashla buni. Nimaga olib tashlashim kerak? Meniki emas bu. Sen uying yonida turibdi-yu, olib tashla. Nima qiyinmi? Mashinalar o'tishiga xalaqit beradi. Davay, olib tashla. Xo'p, tushundim. Tushunursin do'stlar. Yo-moyo, ertalabdan уже anavi 9 raqam menda esa mana bu bezor menga baqirib tashladi. Tushunursin. Afsus, unga kuchim yetmaydi, bo'lmasa ko'rsatardim. Tak, buni ochsa. Nima? Stop, bu o'yinchoqmi yoki haqiqiymi? Yo'q, haqiqiyga o'xshabdi. Nomlari yozilgan hammasini qanaqadir o'g'donlar turibdi. Tak, nima qilsam ekan? Yo'qotib qo'ydim o'zimni. O'yla, Sheyn, nima qilishimiz mumkin? Tak. Hammayli taqqani ko'raylikchi bu yerda. Yo'q, haqiqiy avtomatlar turibdi. Jennerson, bu nima? Yo-moyo, pritsellar ham ishlar ekan. Merni uyi, garaj. Yo-moyo, tak, nima qilsam ekan endi buni? Bilmadim. Xo'sh, bu yerda yana vektor bor ekan. Qo'yil, kim tashlab ketdi? Mana bunday qilib devorning orqasidan o'tib otishimiz mumkin bo'ladi. Lekin men otishni istamayman qishloqning ichida. Eshitib qolsa nima bo'ladi? Ha, bu yerda esa auk. Qo'yil, hammasi ishlaydigan. Lekin otkim kelyapti-yu, ammo qishloqning ichida otib bo'lmaydi. Eshitib qolishsa ovozni srazu politsiya chaqirishadi va men qamalishni istamayman. Bu qurollarni esa kim uyimning yoniga qo'yib ketganini bilmadim, lekin anavi bezor o'yladi-ku, bu quti meniki ekan, sen uying yonida turibdi deb. Jennerson, mayli, qurollarni yashirib qo'yishimiz kerak, chunki qurollarni ham meniki deb bo'lishadi. Chunki uyimning yonida turibdi-ku. Ha, nima qilibdi? Ha, mayli, davay. Hozir sandiq yasaymiz va mana shu sandiqning ichiga yashiramiz. Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak, hech kim ko'rib qolmasin. Verstak bor, lekin uyimda mebellar yo'qligiga sabab shuki, men bu yerda yaqinda ko'chib keldim va endi yashashni boshladim. Shuning uchun ham hozircha hech narsa yo'q. Eshiklarni yopamiz, hech kim ko'rmayaptimi? Hech kim ko'rmayapti. Demak, chiqishimiz mumkin. Faqatgina qayoqqa yashirishni bilmayapman. O'rmonga olib borish niyatim yo'q, balki mana bu uyning ichiga. Bu yerga baribir ham hech kim kirmaydi. Ha, shu yerga yashirish mumkin. Faqatgina menga kirka kerak bo'ladi. Toshni sindirish uchun. Tak, qani edi? Mana bo'ldi. Qani hozir boramizda sekingina hammasini sindirib yashirib qo'yamiz. Yaxshi, vaqtgina chuqurroqqa. Tak, kelinglar mana bu tarafda. Mana shu yerga ko'nglim tortyapti. Mana shu yerga yashirganimiz ma'qul deb o'ylayman va bo'ldi. Mana buni tashlaymiz va ichiga qurollarni yaxshi davay hammasini qo'yamiz. Yaxshi va bo'ldi. Boshqa qolmadi. Nima? Qanisan Sheyn? Jennerson, bugun kelish kerak edi-yu, ko'rinmayapti-ku. Sheyn, qani? Yo'q, ichkarida aniq yo'q. Kelmagan shekilli. Mayli, kechroq o'taman.
Do'stlar, bu qo'shnim va do'stim Jinurson. Yaxshimki meni ko'rib qolmadi. Qurollar aytgancha bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Ha, mayli, bo'ldi. Uyga qaytamiz. Mana bu yer bo'lagi bizga kerak emas va bo'ldi. Sekin nimaga kelib ekan? Bu albatta qiziq, lekin landavorlar kecha olib kelishlari kerak edi qurollarni. Axir aytganim 9-raqamli katta uy deb. Yo, endi nima qilaman? Qurollar bo'lish kerak edi uyimda. Xo'sh, do'stlar, kech tushdi va men o'ylaymanki bu ideal vaqt qurollarni sinab ko'rish uchun o'rmonga boramiz va otib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hamma uxlab yotibdi, hamma yoqda chiroq o'chgan. Bu yaxshi. Qani ketdik endi. Mana bu yerdan olamiz. Aytgancha do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, men aniqlashtirdim. Boyaga kulib turgan do'stim kelib ketdi. Kim bilmasa, avvalgi videoda unga mashina sotganim va mana shu mashinani u boshqasiga sotibdi. Shuni menga aytishga kelibdi. Qoyil nima ham qilardik? O'ylagandimki, o'zi haydaydi deb, lekin sotib yuboribdi menga sotgan mashinani. Bo'ldi, endi esa bu yerdan sekingina ketamiz. Qoyil do'stlar, olg'a o'rmon ichiga. Mana shu yerdagina biz o'zimiz otishimiz mumkin bo'ladi. O'rmon ichida hech kim eshitmaydi. Bu nima skelet yozibdi bu yerda? Tushunursin, kim tashlab ketibdi? Ha, mayli, umid qilamanki o'yinchoq bor yo'q. Tak, qani. Birinchi qaysidan boshlasam ekan? Auk. Yomon emas, pritsel bor, lekin unchalik ham yaqin ko'rsatmaydi. Otilyapti. Ha, haqiqiy ekan. Qo'yil daraxtgacha uchib boryapti. Tushunursin, faqat o'qlar hammasi har tarafga nimagadir tarqab ketyapti. Bu menimcha g'alati, lekin bilmadim, balki u Jinurson yaqinga yaxshi otar ekan. Uncha sifatli qurollar emasdir, kim bilsin. Bekorga tashlab ketishmagandir shunchaki, yoki axlatga tashlayapmiz deb o'ylashganmi? Hech kimning ovozi kelmayapti. Yaxshi, hattoki lazer ham bor ekan mana buni. Qo'yil bemalol o'zimizni spitnaz deb tasavvur qilishimiz mumkin. Shunaqangi lazerli qurol bilan va endi nimalar bor bu yerda? Skar. Mana bu bilan ham otishimiz mumkin. Qani, qancha uzoqqa o'tadi? Qo'yil tog'larga faqatgina qor ko'chmasa bo'ldi. Bu nima bo'ldi? Bu qanaqadir javelinga. Yo-mayo. Raketa otar ekan. Qo'yil faqatgina bunga boshqa harakatlarni yo'q ichiga solish uchun tushunarsan. Mayli, buni olib qo'yamiz va yana bizda X12 oddiy drabovik. Qo'yil. Buning uchun mana 32 ta drabovik patronlari bor va albatta legendarniy avtomat Kalashnikov va bu ham yomon emas. Buni hamma biladi, taniydi, ko'rgan. Counter Strike'da deyarli hamma otishma o'yinlarda bu bor bo'lishi shart ham. Tak, va albatta drabovik shunchaki pompali. Qo'yil va yana nima bor ekan bu yerda? Boshqa hech narsa qolmadi-ya. Juda ham qiziqarli qurollar, lekin mana bu yerda hattoki Makun ham bor. Qo'yil, lekin menga eng qizig'i shuki, kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin bu qurollarni meni uyimni yonginasiga? Jinurson kimga kerak bo'lishi mumkin ekan? Menga qurol tashlab ketish. Balki do'stlar, raqamlashtirib qo'yishgandir. Suvga otsa buni qaranglar, ko'pga ham chiqar ekan. Qo'yil, shunchaki axir raqami meni o'yimniki avvaliga 6 bo'lishi kerak edi, lekin hozir 9 bo'lib qolgan. Balki bularni 9-uyda yashaydigan o'yinchi yoki jitelmi kim yashasa o'shanga olib borishlari kerak bo'lgan, lekin esa menga tashlab ketgan kim bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Juda ham g'alati holat. Mayli, shunchaki boramizda hozir yashirib qo'yamiz. Taqqani parkovkaga qarab o'taychi. Ana bu BMW mashina hali ham turibdi. Men unga sotgandim boya kelgan do'stimga. Okey, qani mana buni olamiz va yashirishni boshlaymiz. Buni shunga hammasini tashlashimiz kerak. Davay. Qurollar faqatgina bilmadim endi bularni nima qilaman. Bu yerda hattoki magazinlari ham bor, ancha-munchaga yetadigan, lekin bir savol, nima qilaman bu qurollarni menga tashlab ketishgan? Mayli, umid qilamanki boshimga balo orttirmayman. Tak, bo'ldi, kirgan tashlaymiz va jimgina uxlashimiz kerak. Endi men uyquga tayyorlanaman. Tushunursin. Qayoqqa qolishim? Mana kelishdi. Salom xo'jayin. Salom. Qurollarni manziliga yetkazdik. Qayoqqa? 9-uyga, katta uyga. Yo'q, mana bu uychi. Qaysi uy? Mana qaragin. Nima qilibdi bu? Sizning uyingiz? Xo'sh. Biz boshqa 9-uyga olib borgandik. Ha. Qaysiga edi? Ana bu orqa tarafga. Qani? Mana bu yerga. Tush ustidan. Mana bu uyga. Ko'ryapsizmi? Silliq blokli, ana shu. Xullas biz ketdik, ishimiz bor. Hali boshingizni sug'urib olaman. Boshim emas, kalla bu ahmoqlarda, qo'ylarda. Mayli, o'zim endi hal qilishimga to'g'ri keladi. Xo'sh. Qurollar qutining ichida bo'lishi kerak edi. Quti joyida turibdi, lekin qurollar qayerda ekan? Xo'sh, o'yinchi. Siz kimsiz? Men ana bu qurollarning egasiman. Tunimi? Ha, o'sha qutini. Uning ichidagi qurollarni o'g'irlab ketishdi. Tak, stop, qanaqasiga o'g'irlab ketishdi? Bilmadim, menga aytishganda boss kelsa berasan deb. Boss? Ha, men sizni taniyman. Xullas, bilmadim, lekin kim o'g'irlagan bularni? Uzr, boss.
Xo'sh, nima qilamiz endi? Men bilmayman bu qurollarni. Balki olib ketishgandir, yashirishgandir. Yashirishgan. Chin ursin. Nimaga seni raqaming 9? Xullas 6 edi, keyin teskari bo'lib qolganda xullas men o'ylab ko'raman qayerdan topish mumkin. Siz xavotir olmang. Aha, davay, o'yla, davay. Tez bo'l. Xo'p. Chin ursin. Demak, mana shu ishchimiz qurollarni qabul qilgan, lekin kimdir o'g'irlab ketgan. Lekin kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? O'ylab ko'rishga stop. Axir meni o'yinchi ishchilarim yo'q. Bu o'yinchini umuman tanimayman-ku. Qanaqasiga qurollar haqida bilishi mumkin? Demak, o'zi o'g'irlagan.